Jinlar insonga qanday zararlar yetkazadi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jinlarning zarar berishi nihoyatda ko'pdir. Jinlarning zarar berishi ikki xil bo'ladi. Birinchisi insonni tashqaridan zarar berishligi, ikkinchisi inson ichiga kirib olib zarar berishligi. Insonning tashqarisidan zarar berishligi bu juda ko'pchiligimizda bo'lgan. Uxlayotgan vaqtingizda endi ko'zingiz ilinganda cho'chib ketasiz. Endi uxladim deganingizda oyog'ingiz bir chuqurlikka tushib ketayotgan bo'ladi-yu, oyog'ingizni tortib olib cho'chib uyg'onib ketasiz. Yo'inki uyquda insonni bosadi. Bosqi bosdi deyishadi. O'zbek tilida gapira olmay, tilingiz kalimaga kelmay qoladi. Bu ko'pchilikda uchraydigan zarar. Endi tashqaridan boshqa zararlar ham ko'rsatadi. Odamlarni har xil shakllarda kelib qo'rqitishi mumkin. Odam shaklida kelishi mumkin. Bahaybat hayvonlar shaklida, ilon shaklida kelishi mumkin. Xuddi Handaq jangida bo'lganga o'xshash. Handaq jangida bir sahobaning uyiga bo'g'ma ilon suratida kelgan. Va hokazo mana shunaqa tashqaridan shunaqa zararlar yetkazadi. Ba'zan ba'zi narsalaringizni o'g'irlab ham qo'yishi mumkin. Endi ichkaridan zarar berishligi biz avval bunga to'xtaganmiz. Odamning ichiga jin kirganidan keyin odamning aqlini u boshqara boshlaydi. Odamning shakli, tana bu, lekin boshqaruvchi boshqa. Buni qisqaroq qilib tushuntira oladigan bo'lsak, ujis, vampir kino ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kinolarda odam tanasiga bir tutunga o'xshash narsa shakl kirib ketadi-da, tana bu o'sha kishining tanasi bo'lgan bilan qilayotgan qiliq, hatto harakatlar uniki bo'lmaydi. Ana undan keyin buyurtma nima bo'lgan bo'lsa, ayoli bilan ajratishmi, sovutishmi, ishlariga yurgizmay qo'yishlikmi, befarzandlikmi, qo'yingki, nima buyurtma bo'lgan bo'lsa, o'shani qilishlikka harakat qiladi. Natijada ming afsuslar bo'lsinki, u agar unga qarshi kurashilmaydigan bo'lsa, albatta bu g'olib topishligi yo o'zi mo'ljallagan maqsadga muvofiq bo'lishligi mumkin. Endi buni avvallari ham aytganmiz, yana aytamiz, qanaqa qo'rg'onlanish yo'llarini inshaalloh. Eng katta qo'rg'on yo'li bu Allohdan qo'rqishlik, taqvo, Qur'on, Payg'ambar alayhisalomning ertalabki kechqurun zikrlari. Alloh barchamizni o'zi jin va shaytonlarning yomonligidan asrasin.